Bunachilar biznesmen akalarimizga ajoyib joy topib qo'ydik. Adresini bilan aytib ketaman. Shundagina Sputnikga yetmastirib, Vayne okrugida ro'parasida joylashgan 40 sotiyli obyektimiz. Shuni birgalikda obzor qilamiz. Ketdik. Obyektimiz uglovoy joyga joylashgan. Oldida zaxvatlari ham anchagina bor. Choyxona qilib ishlatsangiz ham bo'ladi, sex qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Old tarafdan eshigi ham bor, bu tarafdan ham eshigi bor. Bu yoqimizda mana sex bo'lib ishlab turibdi. Mana kattagan joy bu ham. Kvadratli katta salon yaxshi salon. Zdaniyamiz mana orqa darvozasi. Bu tarafga ham arendaga berilgan joylari bor. Xolodilnikli joylari ham bor. Xolodilnikka ham ishlatsa, morojniy sex qilib qo'ysa ham bo'ladi. Или bo'lmasa to'yxona qilsa ham bo'ladi, stolovoy qilsa ham bo'ladi. Любой biznesga degan o'qiydi-da. O'zining transformatorlari ham bor. Mana bu tarafga sex bo'lib paxta qayta ishlatish olish sex qilib qo'yilgan. Menimcha, institut ochaman, частный maktab, bog'cha ochaman deganlarga jo'natib qo'yasizlar. Ajoyib taklif. Orqa zaxvatlari ham chiroyligina o'qiydi, shunga ichkaridan obzor qilamiz. Bismillah. Bex morojniy sex bo'lib ishlab turgan, mana xolodilniklari ham bor. Bu xolodilniklari ham polni taxlab qo'yilgan xolodilniklari. O'zining mana nimalari ham qolgan, shitlari. Transformatorlar, to'klari hamma narsa o'tgan. Tak. Bu yoqqa kimga qiziq bo'lsa, bu yoqqa ham anchagina xonalari bor. Buni rekonstruksiya qilib, shuni o'zgartirib, bu yoqqa ham shitlar turibdi. Bu yoqqa ham xolodilniklar. Mana xolodilnik, yana bitta xolodilnik. Bu yoqqa istir nima sekib qolgan deb qo'ydik. Bu tarafga ham anchagina xonalari bor. Endi kimga qiziq bo'lsa, kelib ko'raveradi. Endi ikkinchi etajga 1000 kvadrat o'zi qurilishining o'zi 1000 kvadrat. Bu yoqqa ham katta nima xona-xonalar bo'lib, mana shu to'yxona qilishga ham bu ko'chalarda to'yxona yo'q. Mana bu tarafga ham katta joy, mana bu yoqqa ham katta joy. Bu yoqqa ham baqvat qilib qo'yilgan 3-etajdan ko'taradi bu joy. Bu obyektimiz 40 sotiyga joylashgan, 1000 kvadratdan iborat. Hujjatlar hech qanday muammo yo'q. Mana 40-70, uni olmish, chiqarib qo'yilgan. Yana bir tekshirib olaverasizlar. Narxini kelayotgan bo'lsak, startli 80 ming so'raladi, o'tadigan joyi bor. U joy mashina hisoblab olishadi. Reallikka reallik qilib beradi, pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilaveringlar.